Demak, kasrlar mavzusi davomini ko'rib ketamiz. 16-misolda aralash kasrlarni to'g'ri kasr, noto'g'ri kasrga aylantiring. 16-misoldan boshlaymiz. 16-misolda demak aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish uchun butun qism 2 ni mahrajiga ko'paytirib surat qo'shib qo'yishimiz kerak. 2 ni 8 ga ko'paytirib buni qo'shib qo'yishimiz kerak. Shunda mahraj turaveradi 8. 16 bo'ladi. 16 ga 1 qo'shsak 17 taqsim 8 bo'ldi. Keyin buni ham 5 ni 12 ga ko'paytirib mahraj suratni qo'shib qo'yamiz. 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60, 11 ni qo'shsak 71 taqsim 12. Biz aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantiryapmiz. Demak, 1 ni 10 ga ko'paytirib surat 3 ni qo'shib qo'yamiz. Suratimiz endi 13, mahrajimiz 10 bo'lib qoladi. Xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi. Keyin 24-misolga qaraydigan bo'lsak, bu ham xuddi shunday. 1 ni 101 ga ko'paytirib 99 suratni qo'shib qo'yamiz. Mahraj o'zgarmaydi. Suratimiz 200 bo'ladi. 99 bo'ldi. 26-misolda endi noto'g'ri kasrni aralash kasrga aylantiring. Hozirgi misolda aksi. Ya'ni 41 ni mahrajdagi 10 ga bo'lamiz. 10 ga bo'lsak 4 ta 40 bo'ladi. Ayirsak 1 bu qoldiq qoladi. Demak, qoldig'imiz 1 qoldi. Demak, 41 ni 10 ga bo'lganimizda 4,10 dan qoldig'imiz tepaga yoziladi. 1 qoldiq qoldi. Xuddi shunday 49 ni 8 ga bo'lamiz. Xo'p, 49 ni 8 ga bo'lsak 6 ta 48 ayirsak yana 1 qoldiq qolyapti. Demak, 49 ni 8 ga bo'lganimizda 6,8 dan 1 qoldiq qoldi. Shu ko'rinishda bo'ladi. Va mana 55 ni 12 ga bo'lamiz ekan. 55 ni 12 ga bo'lsak 4 ta bo'ladi. 48 ayirsak 7 qoldiq qoladi. Demak, 4,12 dan 7 qoldiq qoldi. 31-misolda ham 200 ni 19 ga bo'lsak bitta 19 1 0. Shunda 10 ning ichida 0 ta. Demak, 200 ni 19 ga bo'lganimizda 10 qoldiq qoladi ekan. 219 bo'lsak 10,19 dan 10 qoldiq qoldi. Shu ko'rinishda ishlab ketaveramiz. Keyin 33-misolda ko'radigan bo'lsak 1000 ni bo'lamiz ekan 33 ga. 100 ning ichida 33 ta 99 ayirsak 1 qoldiq 0. 10 ning ichida 0 ta 0 ayirsak 10 qoldiq. Demak, 1000 ni 33 ga bo'lsak 30 ta qoldig'imiz 10, mahrajimiz 33 bo'ldi. Shu tarzda ketaveradi. 35 gacha ishlanadi. Qolgan misollar keyingi darsda ko'rib chiqiladi. Rahmat hammaga. Dars tugadik.
Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.